Mana. Hafta kuniga yakshanba 2026-yil 26-iyul. Qadrdonlar bizdan uzoqlashmaylar. Biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Kamina Chorva bozoriga qiziqarli bo'lgan savdolar sizlarga ko'rsatish uchun yetib keldik. Birgalikda guvohi bo'lamiz, eslatib o'tamiz. Like so'rab qolamiz videomiz oldindan. Kanalimiz mehmonlar obuna bo'lib qo'ysalarni qiziqarli bo'lgan savdolarni birgalikda guvohi bo'lamiz. Qani unda bo'lsa bizdan uzoqlashmaylar, birgalikda guvohi bo'lamiz. Qani unda ketdik. Xo'p, biz nechta bo'ldi? Chopirmisiz? Yo'l kira nechta bo'l? 50 ming. Yaxshi arzon. Abdug'ani nimaga? Biz nechta bo'ldi? 24 million. Cha qimmat basmi? Zo'r bo'ldi, arzon. Xo'p, mayli, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qalay bugun fikringiz bozor to'g'risida? Va alaykum assalom. Zo'rmi? Narsa oladigan bo'lyaptimi? Xo'p, sog' bo'ling, boringizga shukr. Shunaqa gaplar. Biz bozorimizni oldida kirish qismida toyga qiziqadiganlarni mana toychoqlar, yosh ko'chat toychoqlar bor ekan. Assalomu alaykum. Nech pul ekan toylar? Hormay, assalomu alaykum. Xo'p, bozor nech pul qildi? Ana shu kattangiz nech pul qildi bozor? Ha? Hali bo'lgan bularchi? 8 million 700 ga bermaysiz. Mana shu toy necha oylik bu? Xo'p, qadrdonlar nechta toy ekan bu yerda? 4 ta ekan. Yo'q, kichkina maydalarda aytyapman-da. Bu kattasi, bu 1 yashar bo'lib qoldi-da. Xo'p, aka qiziqqanlarga olsa xaridor olmasa bizni muxlislar qo'ng'iroq qiladi. Berasizmi telefon raqam? Bering. 90lik 582 31 56 o'zlarining uchun ma'lumotga ega bo'lishi aloqaga chiqishlari mumkin. Mana shu bozorimizga kirishimizda o'ng tomonda mana shu echki bozori, echkiga qiziqadiganlar kelaverasizlar bemalol. Biz kiraylikchi, nima gapsiz? Nech pulga sotmadingiz? Assalomu alaykum. Qadrdonlar, sotilmagan variantini sizlarga ko'rsatyapmiz. Xo'p, ayni damda nech pulga sotilmay qaytyapti? Sizni nima olaman? O'g'ri emassiz, jinoyatchi emassiz aka. Ayting. Nech pulga sotilmay qaytyapti? 20 million. 20 millionga ayni damda sotilmas. 500 ming bo'lsa, vodiy bo'ylab. Dastlabkasi bori, Arabsi ham bepul. Ammo boydada o'zdan chiqdim, olamansa bitta osh sizga menda. Gap. Qadrli muxlislar, hurmatli bizni kuzatuvchilar, 20 million 500 ming so'mga dastlabkasi bilan etib beraman deyapti. Yosh ko'chat novvosimiz. Xo'p, qiziqali telefon raqam berasizmi? 93lik 655 22 90. Agarda oshqi beraman deyapti, hammasini chaqiraman. Bo'laveradimi? Qurbingiz yetadimi? Bahana chaqirib qo'ymaydi. Ya endi bu bizni kuzatuvchilarimiz bor-da, muxlislarimiz. Nech pul bo'ldi bu? Jupi bo'ldi. Biz kirishni davom etamiz. Assalomu alaykum, bormisiz? Bo'ldi. Kiraylikchi, nima gapsiz? Bismillahirrohmanirrohim. Sotilgan variantlarimiz nech pul bo'ldi? Qadrdon olib 17 million 500 ming so'm bo'ldi ekan. Bo'ylariga keladigan bo'lsa, bo'ylari 1.5 plus minus chiqadigan yosh ko'chat novvotchalarimiz. Xo'p, bugun bozorimiz har doimdaqa nurini to'kyapti. Biz kech kelishimizga qarasa ham, lekin bozorimiz shunday turibdi. Bozor to'g'risida oxirgi marta statistika ma'lumotlarni qilamiz. Boqma yosh ko'chat buqachalarimizdan olib. Aka nech pul ekan bu xormay? Ha? 17 million 500 ming so'm kami bor. Bozor nechta qildi? 15 million 500 ming so'm savdo qiladi. Bo'ylari 1 metr chiqmaydi. Chiqmaydigan yosh ko'chat novvotcha. Qiziqali telefon raqam berasizmi? 91lik 779 73 89 73 89 ekan. Biz davom etamiz. Mana shu yosh ko'chat so'raganlarga, ko'chatlarda bor, yosh ko'chat bo'zaklarga. Bular necha oydan necha oygacha, jiyanim? 3 oylik. Nech pulgacha? 8 milliondan berib yuborasiz hammasini. Qiziqali telefon raqam berasizmi? Bering. 93lik ha? 048 06 19. O'zlarining uchun ma'lumotga ega bo'lish aloqaga chiqishlari mumkin. Nech pul bo'lyapti? Xormaylar, assalomu alaykum. Qaysi savdo bo'lyapti? Ana shu mashg'ulotlarga qo'shib qo'yayapti. Mashina o'zini, ha? 7 million 500 ming so'm xonajin yosh ko'chati. Endi oqtimshiq bo'lsa, shved katta bo'lganda anomalatda. Xo'p. Xo'p. Qiziqali telefon raqami yosh ko'chat xonajin qiziqqanlarga yosh ko'chat. Berasizmi qiziqqali telefon raqam? 91lik 655 19 75. O'zlarining uchun ma'lumotga ega bo'lishi aloqaga chiqishlari mumkin.
Biz davom etamiz. Bugun bozorimizda mana shu ham savdo bo'lyapti, shuni ko'raylikchi. Qaysi savdo bo'lyapti? Xormaylar, assalomu alaykum. Nech pulga? Qaysi? Hop. Hop. 9,5 Ha, buni yosh ko'chat xonasimiz. Bering 9,5. Chiroyli raqam beribdi, chiroyli pul beribdi. Nech pulga? 10 millionga. Yo'q, o'tmaysiz aka. Aka, 9 million 500 ming beradi. Qo'lini ushlang. Ben berdim 100 mingni. Yo'q, qadrdon. Men berdim. Bor aka. Hurmatli kuzatuvchilar, 9 million mana shu yosh ko'chat xonachimizni Hoji tog'amiz oldilar. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakasini bersin. Biz davom etamiz. Assalomu alaykum. Nech pul ekan bular? Xo'p, qolganlarini ham misol uchun biz muxlislarimiz qo'ng'iroq qilib qolishi mumkin-da. Bular kattalari. Xo'p, qiziqqanlar telefon raqam berasizmi? 50lik 715 91. O'zlari uchun ma'lumotga ega bo'lsa, aloqaga chiqishlaring mumkin. Biz davom etamiz. Mana qaysi savdo bo'lyapti? Ko'chat novvochamiz 1 metr chiqmaydigan novvocham 13 million savdo bo'lyapti. Qani qo'lini nima qo'yib yubordilaring? Olib boragan, olyapti. Voy hoji aka, nima qo'lini qo'yib yuborasiz? Men uzoqdan ko'rib kelyapman shu yerda suvdani tashlab. Xo'p, mayli, mana shu ham savdo bo'lyapti. Nech pulga? 12 million so'mga. Siz qahramonimiz yosh muxlissiz foydada o'z orqali juda ham muxlislarga ega bo'lgan bizning qahramonimiz gap bo'lishi mumkin bas hozir. Nech pulga? 12 million so'mga. Muhammad Ro'zi bizning qahramonimiz. Foydada o'z orqali muxlislarga ega bo'lgan Muhammad Ro'zi. Muhammad Ro'zi nima olib chiqdilar bugun bozorga? Ro'zi Muhammad, ha. Bugun biz 4 ton olib sotib qo'ydik. 4 sotdik. Ha. Yuring boya. Qani qolganlari? Hop, 1 daqiqa. Biz qahramonimiz orqasida juda ko'pchilik yozyapti-da. Qani? Videosi mana ko'rinishdi. Ha. Ro'zi Muhammad. Bugun mana obunachilarga arzon narxda qo'ydi obunachilarga. Mana bitta ko'rsating 1 2 3 4 bosh. Hammasi ko'chat. Bitta chuli yeb zakoni bo'zaychalar sigir qilgani so'qimga boqqani tashab qo'ygani mana masala. Ko'rsating bitta. Obunachilarga bitta aytaman. Monisini 14 kam bu. Monisini 17 kam bu. Monisini 19 kam bu. Monisini ham 19 kam monasini ham. Bozormi? Monisini 13 million so'radi. Bunisini 15 million so'radi. Bunisini 17 million so'radi. Bunisini 17 million 200 ming so'm so'radi. Obunachilarga dastlabkasi bormi? Obunachilarga dunyoni hamma chetiga yetkazib berish dastlabkilar ichida. Obunachilarga tas sotdi onasini yasam mana. Gap bo'lishi mumkin. Telefon raqam berasiz qiziqqanlarga. Beramiz. 94 407 28 25. Mana yana bitta keldi. 94 407 28 25. Nechchilik? 94 407 28 25. Bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Hurmatli bizni kuzatuvchilar, Ro'zi Muhammad ajoyib bola, omadingni bersin, kelajaging porloq bo'lsin, malades bolam deb telefon qilasizlar Ro'zi Muhammad uchun. Shunaqa gaplar. Katta qiziqarli savdolari guvohi bo'lyapmiz. Yosh ko'chat xonajillarimiz ekan. Sutga to'ygan. Gap bo'lishi mumkin bas, sutga to'ygan baquvvat qiziqqanlarga. Xo'p, aka, nech pul deyapsiz? 9 million deyapman, kami bu. Donasi muhim aka. Ko'p aka, 100 so'm bas, 99 so'm deb qiziqtiring. Tushunyapsizmi men nima deyapman? Mana 27 million. Donasini endi gapiring, donasi. Deyapman-ku, kami bu. Xo'p, qiziqar bozor nech pul qildi ayni damda?
Hozir 26 million qilishyapti. 26 million qilyapti. Xo'p. Qiziqalar raqam berasizmi? Oldidan otib ko'rsatishga harakat qilamiz. 90lik 532 55 44. O'zlaricha ma'lumot ega bo'lsa aloqaga chiqishlari mumkin. Yosh ko'chat xonajillarimiz. Joy yo'q, yurgani yo'l yo'q deydi-yu. Biz qoqilib turib sizlarga imkon qadar ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Mehnatlarimiz akalar like bosib, obuna bo'lib, qo'llab turasizlar. Bemalol o'zlaricha ma'lumot ega bo'lsa aloqaga chiqishlari mumkin. Yana eslatib o'tamiz. Instagram, Telegram, YouTube ochganmiz. Bemalol kirib ma'lumotga ega bo'lishlari mumkin. Biz davom etamiz. Assalomu alaykum. Nesbil akam bu. Ey, Nesbil savdo bu. Nima baqir-chaqir qilyapti? Bizni doim ravishda ko'rganda tosh, bakalashga otadigan akamiz bugun yana mana bakalashga otaman deb harakat qilyapti. Mayli. Bozorga ishlab odamlarimiz chiqadi. Qo'qonda mol ham tepyapti. Nesbil deyapsiz aka, mayli biz boraveramiz oldingizga. Ha? 15 million kami bor. Bozor nechmi qildi? 13 million 800 qilyapti ayni damda. Shunaqami? Olsa xaridor olmasa bizni muxlislar telefon raqam berasizmi? Bering. 94lik 833 1060. O'zlaricha ma'lumotga ega bo'lsa aloqaga chiqishlari mumkin. Biz davom etamiz. Yosh ko'chat xonajilimiz ayni damda nechmi bo'lyapti? Xormeli, assalomu alaykum. 13 million 500 ming so'mga o'shan qo'lini. Bor. Bering. 13 million 500 ming so'mga ayni damda yosh ko'chat xonajilimiz savdosi. Xo'p, biz davom etamiz. Ular savdosi pishguncha. Xo'p, nech pul ekan bu xormi? 17 million kami bor. 17 million kami bor. Xo'p. O'shancha aytib qo'y. Bozor nech pul qildi? Bozor 14.5. 14 yarim. Xo'p, picha qo'sa berasiz. Xo'p. Olsa bizni muxlislar, olmasa xaridor. Telefon raqam berasizmi? Beramiz. Bering. Bering. 95lik 148 45 nomerlar. 45 54. 54. O'zlaricha ma'lumotga ega bo'lish uchun aloqaga chiqishlari mumkin. Biz davom etamiz. Yosh ko'chat xonajillardan Nesbil ekan bu xormi, assalomu alaykum. 15 million deyapsiz, kami bor. Bozor nech pul qildi ayni damda? 14 millionga borib qoldi. Qiziqalar telefon raqam berasizmi? Sotib yuboramizmi? Xo'p, mayli, biz davom etamiz. Assalomu alaykum. Nech pul ekan bu xonajilimiz? 17 million kami bor. Bozor nech pul qilyapti? 15 yarim. Qiziqalar telefon raqam berasizmi? Picha qo'sa berasiz. Bering qiziqalar. 77lik 400 03 13. O'zlarining uchun ma'lumotga ega bo'lish uchun aloqaga chiqishlari mumkin. Biz davom etamiz. Nech pul ekan bu xormi, assalomu alaykum. 17 million deyapsiz. Bozor nech pul qildi? 16 million qilyapti. Qiziqalar telefon raqam berasizmi? 90lik 582 ha? 70 39. O'zlarining uchun ma'lumotga ega bo'lsa aloqaga chiqishlari mumkin. Biz davom etamiz. Qaysi savdo bo'lyapti? Xormeli, assalomu alaykum. Nechta savdo bo'lyapti? 16 million 500 ming so'mga. Tug'magan-a bu? Tug'magan-a? Bitta tuqqan. 16 million so'mga savdo bo'lyapti. Biz Nesbil ekan bu xormeli, assalomu alaykum. Ekranga ham sig'mayapti, chiroyli. Nechta tuqqan bu? Bitta tuqqan. Qisir-a? Nech pul deyapsizlar? 32. Bozor nech pul qildi? 26 million. Qiziqalar telefon raqam berasizlarmi? Boydada o'z orqali telefon qilyapmiz deydi. Xo'p, bering telefon raqam. 91lik ha? 670 85 30. O'zlarining uchun ma'lumotga ega bo'lish uchun aloqaga chiqishlari mumkin. Ayni damda 26 million doz bo'lyapti. 26 million dozi bo'lyapti. Bitta tuqqan baquvvat 4 ta tishi bor. Xo'p, biz davom etamiz. Kiraylikchi, asta bo'g'ozlarni ko'rsat. Aka, biz har doimda qarshi bo'g'oz sigirlar tomonga o'tyapmiz. Ancha kech qolib keldik, sababi
Aka, nespil ekan bu qormi? Yana olami? Nespil. 36 milyon 500 mingga bermayapsiz. Nechinchi bolasi bu? Uchinchisi. Qisir ha? Suti yo'q. Qiziqqalar deb raqam berasizmi? Ha? Sotib yuboramiz. Xo'p, mayli. Nespilga savdo bo'lyapti. Yana bola xormaylar. Assalomu alaykum. Ha, o'zini enasini o'zi nechta tuqqan? 3 ta tuqqan ekan, 12 million so'm savdo bo'lyapti. Olgan ham, sotgan ham Alloh barakasini bersin. Biz davom etamiz. Qaysi savdo bo'lyapti? Xormaylar. Assalomu alaykum. Chiqmagan narsalarim. Bay xormay aka, assalomu alaykum. Bo'g'ozmi? Ha? 1 oylik gumon. Nechpil deyapsizlar? 23. Kam bozor nechpil qildi? 18 million qilishyapti. Qiziqalar telefon raqam berasizmi? Bering. 94lik 177 ha? 0780. O'zlaring uchun ma'lumotga ega bo'lishni aloqa qilish mumkin. Mana shu ham savdo bo'lyapti deb ko'rsatishga harakat qilamiz. Bo'ldi, jiyanim. 10 million so'mdan yosh ko'chat xonajillarimiz, 1 metr chiqmaydigan xonajilar. Bu necha bo'ldi novoz? Tarozi totildimi? 28 million so'm bo'pti ekan. Tarozi totildimi ham yo'q deydi. Nechpildan bo'ldi bular? 8 milliondan sotilmasdan qaytyapti. Qadrdonlar, sotilmagan variantlar yosh ko'chat xonajillarimiz. Xo'p, aka qiziqqalar telefon raqam berasizmi? Bering. Ya u boshqa kanalga ketdi aka, bu ikkita variant bo'lyapti. Boyda o'z mol dunyomiz bor-da. Mayli, belgilari kelmadi, majbur qilmaymiz. Biz davom etamiz. Nechpil bo'ldi xonajimiz hozirga? Hech narsa qilmaydi, mayli. Usta tuzatib beradi. Ustalar ham uyda tomosha qilib turibdi hozir. 10 million. 10 million 100 ming so'mga chiqib ketyapti. Gap bo'lishi mumkin bas. Bozorchilarimiz, bozor to'g'risida fikringiz qanaqa? Assalomu alaykum. Bozor to'g'risida fikringiz? Salomat. Ha, sog' bo'linglar. Yaxshi bo'lsin ilohim. Nechpil bo'ldi novotchalarimiz? Novotchalarimiz. Ha, sotilmasdan qaytib ketyapti. Shunaqami? Qiziqqalar telefon raqam berasizmi? To'g'ri, sotilmasdan qaytdi. Nechpildan qaytyapti hozir? 72 millionga. Qiziqqalar telefon raqam berasizlarmi? 91lik 113 nima? 2478. O'zlaring uchun ma'lumotga ega bo'lishlari mumkin. Nechpil ekan qo'chqorlarimiz? Sog'liq bilan. Sog'liqlar nechpil ekan? Semirib ketib qo'chqorga o'xshab. 4 million 400. 5,5 buchi? 6 million so'm bo'pti ekan. Qo'chqormi, sog'liqmi? Qo'chqor ekan. Shunaqa gaplar, biz davom etamiz. Mehnatlarimiz akalar, like bosib, obuna bo'lib, fikrlaring bo'lsa kommentariyada yozib qo'ysalar, xato kamchiliklarimiz bo'lsa, xatolarimizni o'g'nashga harakat qilamiz. Nechpil bo'pti? Ha? Nechpilga? Nechpilga? 6,5 million so'mga sotilmasdan qaytyapti. Bo'ldi xonajillar. Sotmadik. Nechpildan sotmadingiz? 12 million 500 mingdan sotilmasdan qaytdi. Buchi? Qiziqqalar telefon raqam berasizmi? Sotib yuborasizmi? Xo'p, mayli. Majbur qilmaymiz. Bo'ldi? Shopirmisiz? Kaltaroq o'xshang, kalta. Bo'ldi bular novotchalar. Ha? Nechpildan sotilmadi? 16 million so'mdan yosh ko'chat 1 metr chiqadigan yosh ko'chat novotchalar sotilmasdan qaytadi. Qiziqqalar telefon raqam berasizlarmi? Beringlar. 91lik 326 85 99. O'zlaring uchun ma'lumotga ega bo'lishni aloqaga chiqishlari mumkin. Nechpildan bo'ldi bular? Nechpildan sotilmadi? 12 million so'm, 11 million so'm. Nechpil bo'ldi bu? 12 million 800. Bu hali enavolami ajratgan? 12 million. Buni savdosini ko'rganmiz YouTube kanalimizda. Shunaqa gaplar. Bo'ldi enavola. 37 ga sotilmadi. 37 millionga sotilmasdan chiqib ketyapti. Qiziqqalar telefon raqam berasizmi? Voy Oyshtog'a, qiziqqalar telefon raqam berasizmi? Telefon tutmaysizmi? Bolasi novvos ekanda, zo'r chiroyli. Nechinchi bola? Birinchi bola ekan. Juda ham chiroyli ekan. Xaridori ko'p bitta buni. Buni xaridori ko'p edi. Telefon raqam berganingizda bo'lardi. Mayli. Assalomu alaykum. Lekin siz nechpil bo'ldi bular? Aka 12 million so'm. 12 million jupi. Jupi qo'zilar. Qo'zilar, yosh qo'zilar ekan. Gap bo'ldi. Enavola nechpil bo'ldi jiyanim? Voy, 40 million buchi? 28 millionga beriladi. Mana. Nechpil bo'ldi enavola? 35 million. Nechinchi bola?
Birinchi bola nechta suti bor? 8 ta suti bor ekan, 35 million bo'libdi ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Necha yil bo'ldi bular aka? Hormay. Aka 38 million. 38 million so'm. Nechinchi bola bu? Nechta suti bor? 10 ta suti bor ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Necha yil bo'ldi yana bola? Shopirmisiz? Yo'l kira necha pul? 100 ming. Gap bo'lishi qachgacha? Dehqonobodgacha 100 ming so'm yo'l kira. Bo'ldi? 13 million bo'pti ekan. Bo'ylari. Qiziqalar telefon raqam bering olmasam? 91lik qadrdonlar ayni damda sotilmasdan qaytib ketyapti 13 million so'mga. 91lik 701 99 79. O'zlaricha ma'lumotga ega bo'lishni aloqaga chiqishlaring mumkin. Biz davom etamiz. Akalarimiz bozor to'g'risida fikringiz qanaqa bugun? Assalomu alaykum. Bozor vashi oladigan. Oladigan bo'lyaptimi? Xaridor yo'q, naqd pul yo'q aka. Ha. Iloji yo'q aka. Oladiganlarga nima tavsiya berasiz? Kelinglar, deb. Pulamol. Boringizga shukr. Rahmat. Qo'zg'ollarimiz 6 million 400 ming so'm bo'pti ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Boqqanda otasiga rahmat. Mashalloh deb qo'yinglar, 6 million 400 dan. Gap bo'lishi mumkin emas. Necha pul bo'ldi bular? Necha puldan sotilmadi? 28 millionga. Jipi 14 milliondan. Qiziqalar telefon raqam berasizmi? Bering. 14 milliondan. Bering. 77lik 310 88 12. Bo'ylari 1 metr chiqadigan yosh ko'chat novvochalar. Bu jichcha arvoq ekan, nargisi sifatliroq ekan. Bu sigirimiz 11 million 500 ming so'm. Nechta tuqqan? 3 ta tuqqan. Bolasi yo'q, lekin sutini dimlab tashlashibdi. Mayli, gap bo'lishi mumkin emas. Men buqalar nech puldan bo'ldi? Buqalar. Yarimiz nech puldan bo'ldi? O aka, qo'ylar. Qo'ylar nech puldan bo'ldi? 14 million 300 ming. Uchtasi 14 million 300 ming so'm. Biz aytamiz nech pul bo'ldi jiyanim? Ha? 11 million. Yosh ko'chat novotchamiz. Necha oylik bu? 11 million bo'pti. Gap bo'lishi mumkin ba. Necha pul bo'ldi novotchamiz? 18 million 500 ming so'mga novotchamiz olinibdi ekan. Rosa sutga to'ygan baquvvat ekan-u. Lekin jinda o'zimizni jaydari shved deganda olib kel menga shoqiga o'ramash deb qishaytirib qo'yaman. O'zimizni jaydari mol bu. Bo'ldi bular? 13 dan. Bu novosimiz nech pul bo'ldi qadrdon? Nech pulga sotilmadi? 30 million so'mga. Taroz tottilaymi? Qiziqalar telefon raqam berasizmi? Bering. 88lik 940 1595. O'zlari uchun ma'lumotga ega bo'lishni aloqaga chiqsin. Novos nech pul bo'ldi? Laykni bosinglar. Voy. Ha, shunaqa nech pul bo'ldi mashlar aka? 14 million so'mdan, 14 million 500 dan bo'pti ekan. Ikkitasi. Donasi 14 million 500 mingdan 29 million bo'pti ekan. Nech pul bo'ldi qadrdon? Nech pul bo'ldi mashi? 19 million 500 ming so'mdan sotilmasdan qaytyapti ekan. Mayli, buni telefonni olayotsa tezga qarab ketyapti. Iloji yo'q, nima qilamiz? Ha? Nech pul oldi? Ha, jupi 33 million bo'pti ekan. Nech pul bo'ldi yana bola? Hozirgilar aytmasa, yo boshqami? 48 million so'm. Nima bo'ldi? Xaridor chiqdimi? Mana qani, olib keling. Olindimi? 35 million so'mga. Baraka bo'pti, sog' bo'linglar. Qamizmi? Qiziqalar telefon raqam bering. Bu Nechinchi bolasi edi bu? 3-bolasi. Qiziqqanlarga telefon raqamini ma'lumot sifatida olamiz. Bemalol qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Telefon raqam bering. 91lik 91lik 283 283 24 79. 24 79. O'zlaring uchun ma'lumotga ega bo'lish uchun aloqaga chiqishlari mumkin. Gap bo'lishi mumkin emas. Nechta suti bor buni? 6 taga olinyapti. Aloqaga chiqaverasizlar, o'zlaring uchun ma'lumotga ega bo'lgan holatda. Shunaqa gaplar. Biz davom etamiz, bizdan uzoqlashmanglar. Nech pul bo'ldi novotchamiz? Nech puldan sotilmadi? 15 million 100 dan. Qiziqqalar telefon raqam berasizmi? To'xtang, 94lik 750
0092. O'zlaring uchun ma'lumotga ega bo'lishni aloqaga chiqishlari mumkin. Bo'ylari 1 metr, 1.5, plismin 1 bilan 1.5 ta o'rtasida. Novos. Aka nechta bo'ldi bu? Bikosi bitta. Enavola nechta bo'ldi? 37 million so'm. 37 million enavola. Bolasi nechinchisi? Bolasi ikkinchisi. Ikkinchisi xonajin ekana. Xonajin. Gap bo'lishi mumkin emas. Sotamizmi? Oldilaringmi? Bitta novosimiz. Yo'l kira nechta pul? 100 ming. Hamma yoqqa 100 ming so'm. Gap bo'lishi mumkin emas. Nima gap aka? Bozor to'g'risida fikringiz? Charchab olmadingizmi? G'alatiz. Qo'zimiz nechta bo'ldi qo'zi? Nechta puldan qaytyapti? 2 million 600. To'xtang bo'lmasam. Qiziqali telefon raqam berasizmi? Bering. 93lik 571 62 40. Qo'la nimami? Sog'lommi, qo'chqormi? Qo'chqor ekan. O'zlaring uchun ma'lumotga ega bo'lishni aloqaga chiqib ko'rasizlar. Qayga javob aka? 500 ming bo'pti ekan. Bo'ylari 120 25 ga bormaydi, 20 dan baland. Sil bo'ldi. 3 90 million. Qani qolgani? Ketdimi? Gap bo'lishmi? Taroziga tortildimi? Tortilgan yo'qmi? Ovosimiz 32 million. Taroziga tortilaymi? Taroziga tortilaymi? 480 kilo. Gap bu-chi bu? Sotilmadi aka. Nech pulga sotilmadi? To'xtangchi, 27,5 million. Qiziqali telefon raqam berasizmi? Ayni damda 27 million 500 mingga sotilmadi ekan. 94lik 90lik 786 33 13. O'zlaring uchun ma'lumotga ega bo'lishni aloqaga chiqishlari mumkin. Shunaqa gaplar, mana shu yosh ko'chat. Aka, sigirimiz nech pul bo'ldi? Sigirimiz, sigir. Sotilmadi. Nech pulga sotilmadi? To'xtangchi. Nech pulga sotilmadi? Nechinchi bola? Ha, shopirmi? Yo'l kira nech pul? Joyiga qarab. Nech puldan nech pulgacha? 50 mingdan 100 ming so'mgacha. Assalomu alaykum. Nech pul bo'ldi bu xonajinimiz? 15 millionga bermasdan. Bo'ylari 1.5 plus minus chiqadigan yosh ko'chat xonajinimiz 15 millionga sotilmasdan chiqib ketyapti. Assalomu alaykum, hammaga yaxshimisizlar? Mana endi biz molni sotib ketyapmiz sizga. 20 million 700 ming so'mga baraka bo'ldi. Hammaga xayr. Malades. Aka? Nech pulga? 15 million kabi bu, 18 million kabi. Bozor nech pul qildi? To'xtangchi. Yo'q, qisir. 16 million. Nechta tuqqan? Ikkita tuqqan. Qiziqali telefon raqam berasizmi? Xo'p, ayni damda ikkita tuqqan qisir 16 million so'mga sotilmasdan qaytib ketdi. Bering qiziqali telefon raqam. 91lik 674 28. Buningiz nech pulga berasiz buni? 15 million kabi bu. So'rashaverasizlar, aloqaga chiqaverasizlar. 12 millionga berasizmi? Bo'ldi. Qadrdonlar aloqaga chiqaverasizlar. 12 million so'mga men baraka qilib qo'ydim. Nechta tuqqan bu? 3 ta tuqqan. Shunaqa gaplar. Qani Ro'zi Muhammad? Muhammad dam oladi. Dam oladi, gap bo'ldi. Nech pul bo'ldi qo'chqonlarimiz? Shopirmisiz? Shopirlarga ham oson emas hozirgi kunda ayni damda. Nech pul bo'ldi qo'chqor novoslarimiz? 19 million so'mdan bo'ylari 1.10, 5 plus minus. Pulachi? 35 million bo'libdi ekan jupi. Bu nech pul bo'ldi novosimiz? 19 million so'm. Bo'ylariga keladigan bo'lsa, bo'ylari 1.5 plus minus. Jicha qimmat o'ptimi? Aka nech puldan bo'ldi bular? Nech puldan qaytdi? To'xtangchi. 13 ga 14. Bu oldidagi 13, orqadagi 14. Qiziqali telefon raqam berasizmi? Bering. Ha? Nechilik? 93lik 270 76 67. O'zlaring uchun ma'lumotga ega bo'lishni aloqaga chiqishlari mumkin. Shunaqa gaplar. Biz fikrlaringiz bo'lsa kommentariyaga yozib, xato kamchilarimiz yozsalar ham biz xatolarimizni o'nashga harakat qilamiz. Mana shu qaytayotgan mollar nech pul ekan bu? 25,5 bol jupa. Jupa 25 million 500 ming so'm. Bu-chi? Olim tog'am o'g'li 13 million 800. Shunaqami? To'xtangchi Olim tog'am o'g'li. To'xtay. 12 million 100 ming. Gap bo'lishi mumkin bas. Shunaqa gaplar. Bunaqangi chiroyli bozorlar tinch yurtga yarashadi. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, chegaralarimiz mustahkam bo'lsin. Tinchligimizga ko'z tegmasin. Shunaqa gaplar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, borlaringga shukr. Aka nech pul bo'ldi Novos? Shopirmisiz? Qo'chqor nech pul bo'ldi Qo'chqor? Voy! Qancha? 6 million 500 ming so'm. Sigirimiz nech pul bo'ldi qadrdon?
Assalomu alaykum. Sizlar yaxshi. Bozor to'g'risida fikringiz qanaqa bugun? Bozor men uchun zo'r bo'ldi. Zo'r bo'ldi. Olib bor, yaxshi mollar. Yaxshi oladigan bo'lyapti. Shunaqa gaplar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, borlaringga shukur.